Xitoy Mudofaa Ministerligi amaldori Sharqi Turkiston chegara rayon mudofaasini kuchaytirish haqida buyruq tushirdi. 30 yanvar Xitoy kundalik gazetida xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Davlat Mudofaa Ministerligining bo'lim boshlig'i Chang Wanchuan yaqinda Sharqi Turkistonga berib, chegara bexatarlik xizmatini tekshirgan hamda chegara rayonini boshqarish va chegaradan kirib chiqishni boshqarishni kuchaytirish haqida buyruq tushirgan. Xabarda Chang Wanchuan oldini olish tadbirlarini kuchaytirib, kuchlik tahdid kuchi shakllantirib, chegara rayon bexatarligiga kapolatlik qilishni ta'kidlaganligi, yaqinda chegara rayondagi tekshirish punktlari, chegara rayon kirish-chiqish eg'izining bir qur tekshirilganligi, chegara rayonida Xitoy armiyasi qurolli qism va yerlik xalqdan tashkillangan mudofaa tadbiri elib, chet eldagi diniy radikal kuchlarning singib kirishining oldini olishni qattiq ta'kidlaganligi tilga ilindi. Misrdan vatanga qaytganlarning turmaga qamalganligi dalillandi. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan Misrdan kelgan bir o'quvchining Istiqlol televiziyasiga kelib, o'zining Sharqi Turkistonning Xotandan bir do'stining borligini, 2017-yil 1-oyda Misrga sayohatga kelganligini, Misrda 40 kun atrofida turgandan keyin 2017-yil 2-oyda Sharqi Turkistonga qaytib ketganligini, do'sti qaytib uzun o'tmay do'stining Urumchi aerodromida Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilganlik xabarini olganligini, oradan uzun o'tmay do'stining chet elga bir qatim sayohatga chiqqanlik sababidan 4 yil qamoq jazosiga hukm qilinganlik xabarini olganligini oshkorildi. Bu faqatla qancha yuzlagan kishilar ichidagi bir o'rnak bo'lib, bizga xabari yetmagan qanchilgan Uyg'ur o'quvchilarining va boshqa sayohatga chiqqanlarning har xil bahona sabablar bilan qamoq jazosiga hukm qilinganligi bir-birlab oshkorlanmoqda. Bu yil qish Urumchining temperaturasi 1951-yildan buyon eng tuvan chekka tushgan. 30 yanvar Jungshin Urumchi xabaridan ma'lum bo'lishicha, bugun e'lon qilingan havo rayi ma'lumotida Urumchining havosi 23 yanvardan 29 yanvar soat 8 gacha bo'lgan oralikda Sibiriya sovuq shamolining ta'siri bilan o'xshash vaqtdagidan o'ttiri hisob bilan 23.4 Selsiya gradusdan tuvan bo'lib, 1951-yildan beri havo eng sovuq bo'lgan. Sharqi Turkistonning Qo'rg'as bilan Chapchaldimi temperaturaning tuvanlash darajasi oldingi yillardagi o'xshash vaqtdagidan 17.6 Selsiya gradus va 16.8 Selsiya gradus tuvan bo'lib, xalq turmushi va qatnashning ravonligiga ta'sir ko'rsatgan. Turkiya armiyasi terrorchilarning yoshirin bazalarini vayron qildi. Turkiya Ovoz Radiosuning xabarida bildirilishicha, Turkiya armiyasi bosh shtab boshqarmasining bildirishicha, Turkiya armiyasining Iroqning Zap, Avashin, Haqoruq rayonlarida chorlash va ko'zish vositalari orqali terrorlik tashkiloti PKK terroristlarining Turkiyadagi qorovulxonalar va harbiy bazalarga hujum qilishga tayyorlanayotganligini aniqlab chiqqandan keyin havo hujumlari orqali terrorchilarga oid panoh joylar, qo'rg'onlar, qurol-yarog' va o'q-dori iskilatlarini bitchit qilgan. Urush aeroplanlari vazifalarini muvaffaqiyatli tamomlagandan keyin bexatar holda bazalarga qaytgan.